Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz obunachilar, bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan turfirmasining rasmiy ofisida biz azizlar. Bu yerda biz sizlarga hozir umra narxlari qanday bo'lyapti va shart-sharoitlari qanaqaligi haqida ma'lumot video qilib beramiz azizlar. Buning uchun siz kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va yaqin aka-uka opa-singillaringizga videoni yuborib qo'ying azizlar. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka-i Mukarramada bo'linadi azizlar. Gastitsalarimiz 4 yulduzli gastitsalar. Madinada oraliq masofa 250-300 metr, Makkada esa 800-900 metr oraliq masofada. Bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi, avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan azizlar. Undan tashqari Madinada gastitsada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari, o'zbek oshpazlari tomonidan azizlar. Bundan tashqari sayohatlarimiz, ziyoratlarimiz bor. Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bor azizlar. Qur'on kitob bosmaxonalariga ham bemalol kirib chiqsangiz bo'ladi. Haftada 2 kun ishlaydi. Agar borgan kuningiz to'g'ri bo'lsa, bemalol kirib chiqsangiz bo'ladi azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatini ham qo'shib qo'yganmiz azizlar. Bularning barchasi 14 kunlik umra safarida sizlar bilan malakali, tajribali elboshlar hamrohligida bo'ladi azizlar. Xo'p, undan tashqari sizlar bilan qanday bog'lanamiz deydiganlarga esa azizlar, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizga Centrum shot raqamlarini tashlaymiz. O'zingizga yaqin bo'lgan, qulay bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam ofisimizga keling. Ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan 235-A uy. Bemalol kelib Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Yoki bo'lmasam o'zingizda qanday bir savollar qiziqqan bo'lsangiz, ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz 24/7 aloqadamiz azizlar. Xo'p, undan tashqari reyslarimizga kelsak, reyslarimiz qachon bor deydiganlarga esa reyslarimiz har hafta bor. Haftani har seshanba Toshkent, Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftani har chorshanba Farg'ona va Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Undan tashqari agarda siz bizni firmamizdan boradigan bo'lsangiz, bizni firmamizda mana bunday bejik beriladi hamda kamzilchalar har xil razmerlarda va sumka beriladi azizlar. Bularning barchasi agarda siz Toshkent aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Toshkent aeroportida, agarda Farg'ona aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Farg'ona aeroportida beriladi azizlar. Agarda siz bizni chet eldan safardan kuzatayotgan bo'lsangiz, ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz mana bunday sertifikatlarni qilib, yoniga bitta chiroyli guldastani olib, sizning nomingizdan ota-onangizni tabriklab kelamiz azizlar. Xo'p, hozirgi kunda azizlar eng qiziqarli joyiga, to'lovlariga, narxlariga keladigan bo'lsak azizlar, narxlari Toshkent Jidda yo'nalishli reysimizning narxlarini $1050 dan qilib qo'ydik. Farg'ona va Jidda yo'nalishli reysli narxlarimiz esa $1075 dan sizlar uchun qilib qo'ydik azizlar. Bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin azizlar. Yoki bo'lmasam obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda narx tushsa yangiliklardan xabardor bo'lib qolasiz azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.